Diqqat! O'zbekistondagi pensionerlarga noxush xabar. 29-oktyabrdagi qaror loyihasiga binoan O'zbekistonda endi pensiya berish vaqtincha to'xtatiladi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Pensioner O'zbekistondan chiqib ketganda pensiya unga qanday to'lanadi? Davlat pensiyasini tayinlash va to'lash tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq bugungi kunda pensioner O'zbekiston Respublikasidan chiqib ketib, 3 oydan ortiq vaqt mobaynida O'zbekistonga qaytib kelmaganida pensiyani to'lash unga vaqtincha to'xtatib turiladi. Bunda vaqtincha to'xtatilgan pensiyani to'lash pensioner O'zbekistonga qaytib kelganidan so'ng yana qayta tiklanadi. Eslatib o'tamiz, fuqaro O'zbekistonga qaytib kelganidan so'ng olinmay qolingan oylikdagi pensiyani 24 oyligini olish huquqiga ega bo'ladi. Bunda pensiya puli pensiyani olish maqsadida murojaat etilgandan oldingi 24 oydan oshmagan davr uchun to'lab beriladi. Bugungi kunda O'zbekiston hududida kimlarga qancha pensiya berilmoqda? Yoshga doir eng kam pensiya miqdori 918 ming so'm. Nogironlik pensiyalari, jumladan ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori 1,12 ming so'm. Belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdori 918 ming so'mdan 1,12 ming so'mgacha oluvchilarga bog'liq. Yoshga doir pensiya miqdori 1,12 ming so'm. Ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori qo'shimcha to'lovlarni hisobga olgan holda 820 ming so'm. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarning bir nafar mehnat qobiliyatsiz oila a'zosi uchun pensiyaning eng kam miqdori oyiga 820 ming so'm. Bolalar nafaqasi 3 yoshgacha bo'lgan bolaga 360 ming so'm. 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolaga 275 ming so'm. Ikkinchi farzand uchun 165 ming so'm, uchinchi va undan keyingi farzandlar uchun 110 ming so'm to'lanadi. Moddiy yordamlar 420 ming so'm, pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori 471 ming so'm deyilgan xabarda.